Көріп қойғыла. Демей, қырғыздар айтса, қырғыздар айтты, бұрмалап атады деп ойлайсыңдар. Бұны тарихшылар сөйлеп атады, тарихшылар айтады. Ол қойсаңдар өзіңерге пайда. Demak, agar 5 ta qadimiy turkiy so'z bo'lsa, shuni bittasi qirg'iz. Chunki etnik atama. Etnik atama. So'z desa ham bo'ladi, ya'ni miloddan oldingi 3-2 asrlarda Xitoy nomalarida tilga olingan, xunlarga tegishli, ularga qo'shni bo'lgan ellarga tegishli so'zlar tilga olinganda, birinchi o'rinda o'sha 5 ta kuchli beshlikka kiradi desak bo'ladi, qirg'iz degan so'z. Qadimgi qirg'iy degan, ya'ni burgutsimon qushni nima bilan, ya'ni totemdan kelib chiqib. Demak, qushdan bu qirg'iz bilan bog'langan. Yo'q, qirg'iz turkologi yosh olim do'stimiz Nurdin Usiyev buni isbotlab berdi. Chunki boshqa tillardagi manbalarda qarasa ham, aynan qirg'iz degan so'z qirg'iylar degan z ko'plik yasaydi bilasiz. Shuning uchun ya'ni uni qirg'iz degan bu keyinchalik chiqqan nima? Afsona. Domla, qardoshlarimiz doim yonimizda. Shunday. Lekin doim qadimda qirg'iz desa faqat Enasoy xayolga keladi. Nega? Chunki yozma manbalar birinchidan shunday ko'rsatadi. Ya'ni Yenasoy daryosi, Yenisey, Enasoy deb ataladigan mana bu Janubiy Sibirdagi Sayan Oltoy tog'lari tomonda bir turkiylar uchun bir ardoqli yurt hisoblanadi Enasoy daryosi. Hattoki buyuk turkiylarning buyuk adibi qirg'izlarning atoqli farzandi Chingiz Aytmatovning bir kitobida shunday yozgan edi. Sendan ulug' daryo bormi Enasoy? Demak, biz uchun bir ardoqli, butun biz uchun emas, butun turkiylar uchun. Chunki miloddan oldingi o'sha 3-2 asrlarda turkiy ellar urug'lar tilga olina boshlagan paytda qirg'izlar ko'proq o'sha tomonda yashardi. Janubiy Sibirda, Enasoy atroflarida, tegrasida. Shu bilan birgalikda hozirgi Qirg'iziston hududida ham mana hatto Chotqol tog'lari bor. Mana bu o'zimiz Toshkent viloyatiga qarashli Chotqol tog'lari, bir tomon Qirg'iziston, bir tomon Qozog'iston, bir tomon O'zbekiston, ya'ni Tangri tog'ning Tiyanshanning bir qismi. Bu yerda ham qirg'izlar bundan 1000 yil oldin tilga olingan arab fors manbalarida. Lekin qirg'izlar ko'pchilik yashaydigan joy Enasoy bo'lganligi, Yenisey tomonlar bo'lgani uchun bugun u yerda ham bormi qardoshlarimiz? Bugun qiziqda qarang. Tarixni shu darajada nima qozog'cha aytganda bo'rmalab tashlash, chigallashtirib yuborishdiki, chalkashtirib qirg'izlarni faqat u tomonda deb ko'rsataverdi yoki aynan u yerdagi qirg'izlarga borsangiz ularning nomini boshqacharoq atab tashlagan, Hakas deb aytishgan. Ularning o'zi qirg'iz. O'zi qirg'iz deb aytiladi, yerli shakli, chunki xitoychada r bo'lmaganligi uchun qirg'iz so'zini Hagas deb aytdi-da bular. Hagas. Shunda qirg'izlardan uzoqlashtirish uchun ularni Hagas qilishdi. Hakas. Bugun Hakas Respublikasi bor, avtonom Rossiya Federatsiyasi tarkibida. Mana shunaqa holat bor. Lekin u yerga borsangiz, hali ham o'zini urug'in kim desa, ayniqsa Oltoy turklari bor, ular ham o'zini qirg'izmiz deydi ko'pchiligi. Hattoki Mo'g'ulistonda ham o'sha Hakaslarga yaqin bo'lgan urug'larni Mo'g'ullar ham qirg'iz deb aytadi. Faqat bu nima, sovet fani shunday ediki, siyosatga moslashtirib to'g'ri, sovet davrida ham ancha-muncha olimlar bo'ldi, izlanishlar bo'ldi, lekin mana shunaqa siyosatga xizmat qiladigan, bo'lib tashlab va hukmronlik qil siyosatining natijasida mana bugungi kunda o'sha Hakas bilan qirg'iz alohida bo'lak-bo'lak bir ellarga aylanib ulgurdi o'zi bugungi kunda. Ulan desa keyingi chiqarmada bo'lib, bayırғы 5 mamlakat qaysilar? O'shani kommentariyga yozib beringlar. To'xtaymiz.